Do'stlar, bugun biz sizlar bilan mana shunaqa payklarni ochib, futbolistlarni o'z sostavimizga qo'shishimiz kerak ekan va Larsen Larsonni olamiz, mayli. Kommentariyada yozib ketinglar. E, e, Yo'q, bo'y menga shart bersalaring, men mana shu o'yinni qilaman. E, Masalan, reytingi ko'p o'yinchilarni olishmi yoki eng reytingi past o'yinchilarni obsessiya yig'ishmi? O'shanaqalar atrofida bersalaringmi yig'aman. De Jong, Van Persini olsam hozir Ronaldo, Carvalho, Fanta olamiz, Fanta. Oh, Harry Kane, Harry Kane, Gakpo, Gertruida. Va bizga hozir Ronaldo, nima? Ronaldo, 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 Ronaldo. Yana kingdom tushib ketdi. Hozir mana shu yerda Vini Chervakani yo'q. Modric yo'q ekan. Modric bo'lsa Modricni olarmiz vosita. Ochoa yoki Morata. Ochoa. Bizga Valker tushdi do'stlar. Birinchi sostavimiz shunday bo'ldi. Chap center bu. Va biz yana pak ochamiz. Yo'q. Bu sostavda вообще hech kim yo'q ekan, o'tkazib yubordim. Olib qo'yaveraman, bo'ldi. Yetadi mana shu ham. Bizga Aka tushdi. Abduqodir Husanov bilan birga o'ynaydigan Haaland. Bizga yana Haaland tushdi. Hozir kariyerlarga 99 reytingli futbolchi chiqsa men saldochi beraman. Va yo'q. Casillas olaman. Casillas. Bellingham. Granit 99 reytingli futbolchi bo'lsa salto oshardim, lekin yo'q ekan. 96dan ona katta bo'lsa salto. Va yo'q. Salto oshaman deb o'ylabman. Yaxshi. Messi. Bertongen. Qanaqa sostav bo'lyapti bu? Suarez bo'ldi. Bizni ikkinchi sostavimiz shunday bo'lyapti. Mana hozir fon qilib boshlaymiz. Do'stlar, kanalga obuna bo'ling, like bosing. Van Persini olib qo'yaveramiz. Chunki boshqa bo'lmaydi. Bunaqa Van Persiga o'xshagan futbolchi. Ay.
Messi'ni oyoqqa qo'ysak bo'ladi. Bu yoqqa ham faqat kimam turar ekan. Ronaldo bilan Neymar tushganda dahshat bo'lar. Yana bitta Messi tushib qolsa, hozirgina aytdim, yana bitta Messi men просто o'yladim, agar Ronaldo tushib qolsa lekin bilmayman. Forlan. Ronaldo. Yeah. Mana onu. Cristiano Messi. Ronaldo. Ruben. Oy, men o'yladim-da. Просто men hayal qildim. Ronaldo va Neymar tushib qolsa dedim. Richards. Jangan bisa. Tunggu 99 GG. 99 GG. Bu 98. Bizda bu 3-chi sastavmi, 4-chi sastavmi bilmayman. Lekin bizda ikkita Messi bor, ikkita Messi. Endi biz chap qo'lda ochamiz. Chap qo'lda omadlimi yo o'ng qo'l omadlimi? Jual away cepat nak kan? Tapi minta apa sih? Muhammad Shah, jual away cepat kan ya? Bos kita keluar. Do'stlar va bizga Casillas, Xabi Alonso Real Madrid treneri edi. Chunki Real Madridga Jose Mourinho kelyapti. Lampard. O'ng qo'limda ikkita Messi bor edi, lekin demoqchi edim, lekin Pulisic emas. Bu sostavda qaysi anavi yutolmasa kerak. Давайте endi burnimni ochib ko'ramiz. Men burun bilan ochyapman hamma paklarni, mana shu yerdagi.
hayron. Videoga tushyapsan. Videoda Araf Oppo 2000 shuncha ko'p sizlar like yig'salaring shuncha ko'p donat qilaman bu o'yinga. Suares to'lamayman. Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi. İçmedi Pepsi, içmese Pepsi bo'ladi. Chesney, Chesky, Black. Manşetten ikinci Fulton'u üçüncü. Manşetten birinci futbolist tanıyım. Korkunç. Lekin men birinchi futbolist tanlashim kerak. Vinicius, da bu Vinicius. Kolumbiya O'zbekistonni Toshkent uchuv birga. O'zbekiston yutqazib qo'ydi Kolumbiyaga. To'g'risi, agar men anonimcha o'yinda O'zbekiston kuchli bo'ldi. Mana shu yetadi do'stlar. Hammaga xayr do'stlar, obuna bo'lak, esinglardan chiqmasin.